Savsav nemiş özünü qutquzib olgan Lyubosha tağısını öldürüp ötüdü. Chungong nemiş Savsavdan ayrılıp ketip qaladı. Yaxşımsizlar dostlar, bunda qolsa biz 3 padişahlıqni yana boshlab ketdik. Oldingi filmimizda biz shu Savsav bilan Chungongninki qichib ketganlik hikoyasini so'zlagan. Am bular qichib nerede adam yok, nerede leşkerler yok yani yürüydü. Çünkü bularni tutib olsa tugishida bular qutqizadigan boshqa adam chiqmaydi. Qichib shuning bilan yo'l mangib yurib, Savsav o'zininki dadasining yaqin og'aynisi, ya'ni qasam berishgan og'aynisiningki uyiga yaqinlab qolganligini his qildi. Shuning bilan shu yerga berib, bular panohlanmoqchi bo'ldi-da. Men bir mushaqqatni uyan tepib ishni urgan vaqtda bu Lyubosha voyninki malay chiqib bulardan so'raydi. Kimsizlar degandan keyin men Savsav ma Chungongda tunishtirgandan keyin shuning bilan bu malay kirib Lyubosha uqtirgandan keyin buni aldirab chiqib bularni qazg'in qarshi oldi. Qarshilib uyning ichiga akirdi. Ham bu Lyuboshaning maqsadi nima degan vaqtda, garchi bu Savsav cho'ng jinoyat o'tkazgan bo'lsa-mu, buningki ish izlarning hammasini biladi ham. Chunki hammaga tarqatib o'tganda xat yozib chaplab tamlaq deganda. Bilsa-mu, hamda o'zininki, ham shu og'aynisiningki o'g'li bo'lganligi uchun buni men qo'g'dab qolay. Buni men yaxshi kutib deb yo'lga sap qo'yay deb buni uyga kirdi. Uyga kirgandan keyin bularni aram olishga chaqirib qo'yib, qo'l ostidagilarga shu moldin bo'g'izlab go'sht silinglar. Men mayakilay deb chiqib ketdi. Ham bu Savsav bilan Chungong necha kun ochtoq yurib, uxlayolmay, bek charchab ketgandan keyin kirib uxlab qoldi. Uxlab qolib bir chaqda Chungong cho'chib uyg'onib ketdi. Uyg'oniblar nimish uyg'onib ketdi degan vaqtda pichoqni bilayotganda, bilaga ovozini anglab bular uyg'onib ketdi. Shundan Savsavni uyg'otib, shunda ovoz chiqyapti degandan keyin hamda Savsav bu yerda gumonlandi. Chunki Savsav mush 3 padişahlıqdagi eng gumonxo'r odam desak yomon ketmaydi. Buning gumonxo'rligi albatta buningki nurg'un qatimda jinni qutqizib qolgan, lekin nurg'un kishilarningki behuda o'lib ketishini keltirib chiqargan. Shuning bilan Savsav cho'qim bular bizni o'ttirib bizni o'ldiga taqdim etmoqchi deb, shuning bilan bular bizni o'tdagicha biz avval qo'lsizib bularni bir taraf qo'ydilar deb chiqiblar, bular ikkisi hammasini qo'g'lab yurib shu chanashqa boshlaydi-da. Ananiki o'ttirib hammasini o'ttirib bo'lgandan keyin qarasa pastda bir cho'shqa bog'liq yotgan. Asli ular shu cho'shqani o'ttirib bularga yegizmoqchi bo'lganda. Shuning bilan bular pushaymon qildi. Ammo pushaymon qilgan bilan foydasi yo'q hamda. Chunki bo'g'liq bo'lib bo'ldi. Shuning bilan hamda qanday qilish kerak? Lyubosha kep qolsa aniq ochiqlaydi. Chunki xotin bolasi bormi, uylik bolay bormi, hammani o'tirayotgandan keyin shuning bilan biz g'ib bir ketile deb ketayotgan vaqtda hamda bu Lyubosha yo'lda uchrab qoldi. Yo'lda uchrab qilib, shuning bilan Savsav bilan uchrashib, bular qechib tursin, uchrashib qilib Savsavni tutib qoldi. Nega meni oldirib, sizlarga men mayab kelgandim. Uyda bolalar go'sht savatidi. Go'sht bilan mayni yeb, bugun puqadan chiqdinglar. Bir ishga aram olgandan keyin men sizlarga yo'lga sap qo'yay. Desa, shuning bilan Savsav biz bek oldiraydik, mang'ashtirildi dedik. Sizni bek avar qilib ketdikmiz, ulug' planlarimizga ta'sir etib qoldik, sizni japaga sap qo'ymaydi dedik. Because sizga avarchilik qilmasin deb turib oldi. Shuning bilan Lyuboshamni tutib boqadi, gap qilib boqadi, amal bo'lmay, bo'pti unda ovoz bolalar, menga beringlar, men sizlarning ishingizga daxl qilmay deb yo'lga qarab oldi. Shuning bilan Savsav 10 qadam mangandan keyin jikkida bir narsa yodiga keladi. Shuning bilan keyingi buriblar Lyuboshani chaqirdi. Tag'a, sizga deydigan muhim gap botdi. Bu yerga kelgan bo'lsangiz degandan keyin shuning bilan nima ish bor deb bu buvoyim keldi-da. Undan Savsav yaqin kelib, quloqni yiqib turiblar, xanjarini chiqarib bu buvoyini o'ttirib ashadagi shaqshumning orasiga kirgizib tiqib o'tdi. Mushu vaqtda Chungongning buning ajoyib g'azabi keldi. Ajoyib cho'chib ketdi bu endi. Beshidik odamlarni qo'yib xato o'tdi. Am bu Lyubosha bizga shunchalik yaxshilik qilgan odamni bilib turib nima ish o'ttirmaymiz. Nima ish o'ttirsa deb Savsavni ayiblaydi. Ayiblagandan keyin Savsavni tushundirdi. Biz albatta boshda ularni xato o'tirib qo'ydik. Tag'amninki oiladagilarni xato o'tirib qo'ydik. Endi bu tag'amni biz o'ttamay qo'yversak, u uyga qaytgandan keyin buga ishlarni ko'rib cho'qim ochiqlaydi. Cho'qim bizdan o'ch yilishni o'ylaydi. O'ch yilishning birdan bir usul nima desa, yağmurga berib deb qo'yish. Deb qo'ygandan keyin bizning kendimizdan ya'ni cheriklar qo'g'lab ketsa,
bizning hayotimiz xavf yetdi, tutilib qolsak, o'lishimiz mumkin. Shunga o'zimizni qo'g'dash uchun men shuni ishni qilmasam bo'lmaydi degan bir javob berdim. Amaliyotda savsovning maydonida turib so'zlaydigan bo'lsak, albatta buning nisbatan to'g'ri. Chunki bu bir qatim o'limdan, ikki qatim o'lim eg'izidan qutulib chiqdi-da, yana bir qatim bu bag'isi yo'q. Albatta haqiqatan o'lik boshini hayot qo'yib qo'ysa, bularningki pashib qilish ehtimoli bek yuqori. Bu chungun qanday o'ylaydi degan vaqtda bu osonlikcha odam o'tmagan. Bu hamda o'zininki amalligini unchalik bek o'ylab ketmagan. Buning o'ylaydigan nima desa, boshqalar bizga yaxshilik qildi. Biz nimishqa yomonlik qilamiz, yaxshilik qaytish kerak deydigan bir buning ideyasi bor. Demak, mushayda bularning ikkisining ideyasida sal ixtilof paydo bo'ldi. Ham savsov mushayda nima deydi desa, bek dangliq so'zdan birini qildi hamda. Bu hamda tillarda asosan tarqalib yurgan, daston bo'lib yurgan so'zi savsovning. Men boshqalarga vafosizlik qilsam mayli, boshqalar menga vafosizlik qilmasin degandan chunki cho'chib ketdi. Ikkisi shuning bilan hech qaysi bir-biriga gap qilmay yo'l yurdi yana. Haliq bir urushib qolgan odamlar bir-biriga botnishib qolsa gap qilmayman, shunda gap qilmay, muhim gaplar qolsa bir og'izdan gap qilishib qo'yiblar, mang'odi bir yakkaga vaqtda chat bir yerda bular yana qo'nalg'i topadi. Qo'nalg'i tepib, u yerda yeydigan, ichib bo'lgandan keyin bu yerda hamda savsona baqiraman yeb ichib o'tirdi. Chunguningki kelidan g'izo o'tmaydi hamda. Bular shunda quruq ichib ketgan bo'lsa. Savsov tamam yeb bo'lgandan keyinlar uxlab qoldi. Chungun uxlayolmaydi. Nishqa desa buning kallasi nurg'un narsalar o'ylayotgan. Baychiq narsa o'ylayotgan. Nimishqa? Chunki savsov chungunning qo'liga tushib qolgandan keyin chungun buni qo'yibdi, buning agishib mandi. Savsov buni bu ishga nisbatan noyat xushal. Chunki bu aslida o'lib ketish ehtimoli bo'lgan odam hayot qoldi. Yana o'zining yanida bir yaxshi mushavirdan birini apmadi, bir odam ko'paydi. Demak, bu g'albiga erishdi. Ham chunguningki bu yerdagi psixikasi, ya'ni o'ylaganlari o'xshamaydi. Nimishqa? Chunki chungun nurg'un mol-mulkdan voz kechdi. Amaldan voz kechdi. Oilasidagilardan voz kechib turib, jinoyatchi degan bir nomni olib turib, savsov agashdi. Demak, bular ikkisiningki turayotgan o'rnida osmon zamin farq bor. Shuning bilan chungun azroq pushaymon qilib qoldi. Men shunchalik cho'ng badallarni to'lab agashga adimim. Mushunchalik. Bu o'zini o'ylaydigan, boshqalarni o'ylamaydigan odamga. Buni yinib yursam, keyin menmi o'lib ketishim mumkin. O'zini o'ylab, mening bir taraf qo'yishim mumkin. Hatto buningki ashu degan so'zgini o'ylaydigan bo'lsakmi, men boshqalarga vafosizlik qilsam mayli, boshqalarga vafosizlik qilmasin. Bu degani podshohmi men boshqarolmaydi. Butun dunyoda men boshqaradigan hech kim yo'q. Hamma ishni o'zimning bilganim qilaman deganlik emasmi? Keyin bu podshohga yenish mumkin. Deganlarni o'ylab, shu keyingi, ya'ni kelgusidagi ishlargacha bu o'ylab ketdi. Shuning bilan chungun savsovni o'tirib o'tmayman deb qilishni qo'lga oldi. Dal shu vaqtda hamda chungun yana aqli keladi. Ham qilishni olgan vaqtda bu sal kayfiyatning keyini kirib qolgan vaqtda, lekin shu o'tirmayman degan bir yakkaga vaqtda bu yana asli keldi. Aqli ishlab ketdi buniki. Nima o'ylaydi desa, men bu yerga nima ish chiqdim? Men savsovga agish uchun emas, Dongjoga qarshi chiqish uchun chiqdim. Savsovning maqsadi nima? Savsovning maqsadi Dongjoga qarshi chiqib, Dongjoni yo'qotish. Ordu uchun munofiqni yo'qotish, podshohni shu bisimdan ozod qilish, shu ishlardan ozod qilish. Unda bo'lsa, biz ikkimizningki tutqay yo'limiz o'xshash bo'lmagan bilan cho'ng jihatdagi orzuyimiz, liniyamiz o'xshash. İkimizning prinsipi albatta udilganmaydi. Men bunga agishib bo'lolmayman. Ammo buni o'ldirib etsam, Dongjoni yo'qotadigan yoki Dongjoga qarshi chiqayotgan odamdan birini yo'qotaman. Uningdan bo'pti, bumu qilgan ish to'g'ri bo'lgandan keyin qilib boqsin. Menmi o'zimning yo'li bo'yicha Dongjoga qarshi chiqay deb shu kechirib uxlamay qilichini ilib mulozimga, ya'ni shu yatoqning mulozimiga toplab qo'yib, meni ketdi deb qo'y. O'zining yo'liga mangdi deb qo'yib ketib qoladi. Demak, chungun bilan savsovninki ayrilish hikoyasi mana shunday. Unda o'z do'stlar,
Bugun mushunchalik so'zlab turdi. Agar filmni yoqtirgan bo'lsa, ko'proq yuraklarni berib qo'yinglar, alt raqamini yozib qo'yinglar, saqlab, tarqitib qo'yinglar. Chunki filmlarimning ba'zilari o'chirilib ketyapti. Saqlab olishinglarni umid qilaman. Endi keyingi mazmunda biz nima so'zlaymiz degan vaqtda shu sov-sovninki yurtda qaytib ikilik tiklash hikoyasini so'zlaymiz.